Bu shirinlikka necha daqiqa, necha kun kutganim bilasizlarmi deydi Ramazon. Men Tailandda ham yemadim lekin. Mana hozir Dubayga keldim. Navro'z kutib oldi. Bratanlar joyiga kelganmiz, Nodir Shef joylariga. O'zlari yo'lar ekan, takoy shinam joy. Halol oshxona, o'zbek kuxnya. Xolasi Dubayda mana endi sekin Navro'z kutib oldi, baraka topsin Navro'z, rahmat. Abu Dabidan olib keldilar emasdan gapni, yana bir kun uxlamasdan. Nega olsammikan? Endi nima deysan? Xabar qilasan. Xo'p, Dubaydagi bizani vaqtinchalik xonamiz. Ramazon Temirov o'ziga o'shan kichkina xonasi bor. Tekin televizorchasi. Aytdim, men xonada yot dedim. Yo'q dedi. Gaz yoting dedi. Katta bo'lgan xonasi dedi. Vidga qarab, tomosha qilib yoting dedingda. Oynani ochib, vidga qarab tomosha qilib yoting dedingda, omma. Ha? Hozir. Inchekina xonada Ramazon. Eski qarab. Ular bizani takoy zalimiz, room tour deydi, sizlarga bitta obzorda. Yo, televizor. Takoy oshxonacha. Hamma narsa bor. Polni ishlaydi. Xohlasa xolodilnik bilan to'ldiramiz. Xohlasa qozon tovoliga bor. Patr keldi. Idish tovoq. Bitta Bekzod yotadi, Bekzod bor. Mana bu Dubay. Salom. Xullas Abu Dabidan Dubayga keldik. Dubayda 10 kun ikkinchi etap adaptatsiya holatini boshlaymiz. Bekzod yetib keldi O'zbekistondan. Temirov. Xullas sizni yana chorladi. Xullas biz bugun Pragulka yengil adaptatsiya qilish marosimi. Pragulka ham kardiyo bo'ladi. Ha, takoy. Adaptatsiya qilish kerak, chunki bu juda issiq, vlajniy, Tailanddan ham yuqori. Kecha bir sut uxlamaganimizga kelib uxladik, ertadan turnukkadan boshlaymiz. İnşallah. Hop, bugün 11-iyul. Biz kecha keldik Dubayga. Bugun sekin mana turnukkani boshlagani Bukajim zaliga keldik. Qizil. Qizil. O'tay. Ko'k. Teshina yaxshi, sariq. O'tay, yaxshi, dava qizil. Sariq. Yaxshi, hujum. Sirab ushlading, hujum davom etirasan. Yurib, bas. Adin ko'k. Okay. Xullas Feruz Usmonov. O'zimizning ukamiz, shogirdimiz, O'zbekiston chempioni, MMA bo'yicha erkin kurash bo'yicha master sporti. Ya, master olmaganman. Master olmaganmisan? Professional rekording necha? 4-1 ustoz. O'zimcha 6-0. Hozir Dubayda murabbiylik faoliyati bilan
davom etiryapti. Qalay bo'pti? Zo'r, ustoz, zo'r. Yaxshimi? Ajoyib. Allohga shukr. Ajoyib. Moslashib ketdi. Yaxshi, ana umuman tilni bilmasdi. Rus tilini o'sha kuni aytib oldi, rus tilini bilmaydi deydi, lekin ingliz tilini biladi. Ingliz tilini o'zi O'zbekiston ketgan, Dubayga kelganingni ham bilmasding shekilli. Yo, bilmasdim ustoz. Shu yoqqa borgan ketding. Hello yozadi-ku. Qaysi bir qay vaqtda aytlarganda yurardim-da. Umuman tushunmasdim. Hozir mana bemalol gaplashib, nechta shogirding bor? Shogird ko'p ustoz, Allohga shukr, shogird juda ko'p. Yaxshi. Professorim ko'p ustoz. Personalarim ko'p. Biz ancha Dubayga nomni qo'yib olganman ustoz, nomimni. Yo, men sen nomingni Tailandda ham eshitdim, o'shaning uchun men sendan hozir intervyu oldim. Mashallah. Endi ana odam zot nima xohlasa o'shani erishadi deydi. Avvalambor niyatda. Niyati to'g'ri qilsa, Alloh beraveradi. Allohga oson emas. Shu yerda shu bola kelib rizqini topib kam bo'lmayapti. Mashalloh, xayrli qilsa. Dunyo tanigan murabbiyda bo'lgan ekan. Rahmat ustoz. To'g'ri. Jaha. Bilamizda yoshlikdan o'rtoqmiz. Toshkentda, Sergelida o'shani boks bo'yicha adalar ham trener, o'zi ham mana boksdan Toshkent boks zali bor edi, mana endi bu yerda faoliyatini davom ettiryapti. O'shani nima bo'ladi? Harakat qilsa odamzod erishaverar ekanda. Biz ham oddiy bilardik-ku, Chilonzor zalida maktabda boshlaganmiz edi. Yurardi. Krasniy zal bo'lardi, qizil. Mat bo'lmasdi, biroq. Betonni trenirovka qilardi bolalarni. Bittering borardi burchagida. Alloh taolo mana mehnat qildi, sekin yo'ldan o'chirar ekan. Nima demoqchiman? Inson qaysi yo'lni tanlasa, o'sha yo'liga o'zini umrini tiksa, mehrini, yo'qotgan ishini yaxshi ko'rib qilsa, erishar ekan shu narsaga. Yaxshi ko'rish kerak ekan. Ya'ni prosta tak legalishgan. Bizda endi maktabda fizika o'qituvchilari bor-ku. Shular bari oylik keladi-da. Kunim o'tsa oyligim oson bo'ldi degan narsa bo'lishi kerak emas-da. Mehr bermaydi. Kun o'tsa bo'ldi. Shunaqa. Keladigan primerni bo'lsa bilish kerak-da, qat'iy qilayotganini qarasa. Bunaqa. Dunyo qarashi, ya'ni oldinga qarash qilish kerak-da. Oldindan ertaga, keyingi yil mana bunaqa narsa qilaman degan fikr bilan yursa, shu narsaga niyatni 3dan biri amalga oshadi deydi. Alloh taolo yetkazsin. Kim o'ylabdi deydi mana. Misol uchun UFC bo'lib chiqadi. Kim o'ylabdi deydi mana bolni mana Dubayda trenerlik qilib, mana shunaqa topli zallarda olib chiqib, qancha professional zo'rbayishni qilish. Kim o'ylamagan, to'g'rimi? Niyat qilganmiz-da. Ular shunaqa gaplar. Bugun turnukamiz juda ajoyib bo'ldi. 1-2 raundlab urdim. Jaha brat, Abdushiy rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Prosta lapur shunday maqsad Ramazonga sparingga tayyorlanman. Hozir men senyapti, sekin bo'lib qolibsiz deydi. Tez bo'lsam udarim ko'rmaydi. Keyin bo'yi bordi. Xo'p, turnukadan kelgan hozir shef joylari keldi. Maza qilib ovqat yedik, mantilarni, shashliklarni. Yaxshi. Ramazon nima edi? Zo'r ekan. Manti. Nima yeding? Go'sht bilan salat yedim. Правильно питание edi. Oka, qanchadan beri shu o'tasiz? 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri, mashalloh. Mana o'zingizni brendingiz, zo'r, lekin gap yo'q. Boshlagan ishlaringizga Alloh xayrli baraka bersin. Bular sportga o'zlari juda qiziqadilar. Hozir shunaqa sportlar ketadi. Jangdagi holatlarni. Xudo xolasa Ramazonni bo'yiga nima deysiz? Inshaalloh men o'ylayman ikkinchi raund. Men o'ylayman ikkinchi raund, birinchi raundda ko'p chustut qilib ikkinchi raund menimcha knockout. Ikkinchi raund. Ikkinchi raund men o'ylayman inshaalloh bitta chiroyli knockout kerak hozir. Xudo xolasa. Xolos Alloh nasib qilsa men niyatim shu. Bolalardan so'rab, bolalar bilan boramiz, xudo xolasa bandishga.
Inshaalloh. Emotsiya boshqacha. Men o'tgan safar parametrda o'zbeklar UFC anaqasi chiqsa boshqacha deb qiziqamiz, xudo xohlasa. Bizni ham omadli bola, xudo xohlasa. Chiqsa UFC zo'r bo'ladi. Avvalambor mehnat, niyatga ham bog'liq. Xudo xohlasa Alloh nasib qilgan bo'lsa, sababini qilamiz. Xudolar g'alaba. Inshaalloh. Inshaalloh. Yaxshi maza qildik. Har doim xursandmanki, bemalol kelib, qo'ldan kelguncha nimadir bo'lsa, Bilamiz ko'p mana shu o'zbek sportchilarni Dubaydagilar podдержка qilasiz. Endi ana sahna orqadagi insonsiz. Alloh uchun qilish kerak. Chunki sportchilar bu o'zimizning faxrimizni, bayrog'imizni ko'taradigan insonlar. Sizga o'xshagan bolalar podдержка qilsa, men endi videoga nimaga gapiryapman, to что shunaqa insonlar ko'paysa, rivojlanish bo'ladi. Sportchilarga turtki bo'ladi. Sportchini qilagan ish faqat trenirovkada. Bo'lmasa yuradi. ana shuni. Endi shunda ham haqiqatan yaxshi sportsmenlar bor-da, jasur o'zingiz bilasiz. To'g'risi odam xursand bo'ladi. Ko'rib faxrlanadi odam o'sha narsadan. Qanaqadir buni sportni yaxshi ko'rgan odam ham tushunadi. Men juda ham yaxshi ko'raman. Men qila olmaganman, lekin yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Har xil sportni tushunaman. Aqlim yetgancha ko'raman. O'shaning uchun shuni orqasidan 10 yildan beri shu yerdasiz, mana shu yerda такой shinamgina restoran ochilgan. Zo'r o'zimizning milliy taomlar, o'zbek bolalar ham ishlashadi. Endi shuni ichida yashaysiz-da, o'shaning uchun Alloh taolo mana 2-3 joyni ham ochadi, xudo xolasa. inshaalloh nasib qilsa. Endi moqchi bo'lganim nimani ichida yashasa, nimaga harakat qilsa, mehr bersa, yaxshi ko'rsa, natija albatta bo'lar ekan. Ana shuni o'zim Yunusobodda Mostagida o'sha oddiy ko'chada kichkina ichida qilib yurganman, gilam yurganman. Moykalar ichida. Mo'ygada. O'z birinchi ishimni lavashda boshlaganman. Mostagida. Shunlardan chiqib sekin yoshligida tushunasiz, bitta narsani ushlash kerak. Bitta narsa Ikkita uch narsa qilib bo'lmaydi. ko'p bolalar mana shunaqada, zalga keladi, boshqa zalga ketadi, qidirib yuradi o'zini ani qo'nadigan samolyot qo'nagan joyini. Biz ham endi ko'p ish qilganmiz, lekin mana 22 yildan beri murabbiylik qilsam, 22 yil oldin men tushimga ham kirmagan edim. Mana shunaqa joylarda UFC'ga bayis chiqaraman, promotion ochaman, mana bunaqa просто yashadik shuni ichida, mehr berdi, Alloh taolo mana oshlashadi. Inshaalloh. Bittaman o'sha aytganimdek, buni ham misol mehnat ichida, misol ertaga bitta kamera olib kelsangiz, inshaalloh boshqacha avtoritet bo'ladi. Men aytdim sizga, men bitta ko'rganda sizdagi potensial, sizdagi bor narsani o'sha Javier Mendes, mana shunaqa avtoritet, mana shunaqa zo'r dunyo taniydigan odam bo'lish kerak-da. Harakat qilsangiz. Kichkina qilgan ishingizdan qancha turniringizni oddiy misol men aytdim, oddiy esiga kelib, sizniki uni ko'rgandim, shu o'rtoqlarim, tanishlarim, puli bor, biznesmen odamlar shuni kirib vashi hayron qoldi-da, xullas esiga kirib hech kim yo'q deydi, ko'chada ham odam yo'q. Alloh buni ham sizga aytib inshaalloh beradi. Bermasa baribir qiyin bo'ladi. Avvalambor Allohning fazli, endi harakat qilamiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Okey, baraka toping. Rahmat, sog' bo'ling. Hop, hazırlayın. Aldamayapsan, aldamayapsan. Alda.
sparinglarni ham o'tkaza oldik. Yaxshi adaptatsiya qilish uchun yengil sparinglar qildik. Bunda endi yuzlarim ozgincha ko'karib shilindi. Bu tabiiy holat, chunki har sparingda menda shunaqa bo'ladi. Yuzim juda чувствительный. Bo'y podgotovka adaptatsiya paytida Ramazonni baribir jo'sq ishlab bo'lmaydi, ehtiyot qilishimiz kerak. O'zimni ehtiyot bundan ko'ra buni ko'proq ehtiyot qilaman. Zarbalarimda, boshqalarimda akkuratni, chunki jangdan oldingi jangga yaqin qolgan vaqtda sparingda travma berib qolsa, juda eng yomon xunuk narsa bo'ladi. Hammasi yaxshi, nazorat ostida, travmalarni salomatlik videolarni qo'yib boramiz. Vahrom meni yordamga keldi. Vahrom ertaga kurashamiz. Ketish yo'q, urish yo'q, faqat kurash. Qo'yish, ha? ertaga yaxshi turnirga boradi. Hozir bir mahal turnirga qolmiz. Chunki Tailandda ikki chiqdik, organizm ikki mahal turnirga boradi. Tailanddagi turnirga qo'ydim, ko'rgan bo'lsangiz, endi bu yog'iga adaptatsiya qiluvchi именно jang vaqtiga to'g'rilab bir mahal o'sha payt o'ziga nagruska 1 soatlik turnirga. Qattiq sparing emas, misol uchun qattiq crossfit, fizika emas, faqatgina tezligi, texnikaga ishlangan narsalar. Inshaalloh. Va xolasa Bahrom qilarlar, Biz qilarlar ham UFC. Nasib bo'lsa endi yaqinda bizda ham yaxshi yangilik bo'ladi. Endi o'xshaguncha yetmaymiz. Nasib bo'lsa ketamiz bir haftada Irlandiyaga. O'shga borganimizda o'sha hammasi aniq bo'ladi. Yangilikni e'lon qilamiz. Manguda jang qilamizmi? Manguda Jasur akam xudo xolasi ligasida sentyabrda jang qilamiz. Podgotovka Irlandiyada bo'ladi. Yaxshi tayyorlanib, sentyabrda O'zbekistonda o'rishamiz. Oxirgi bo'yinda qoniqarli jang ko'rsata olmading. Nima sabab bo'ldi bunga? Staph infection. Staphylococcus chiqqan. Staphylococcus chiqqanligi uchun immunitet tushib ketgan. Keyin ochildim birinchi raundda, lekin вообще ochilmadi. Xohlagandagi bo'lmadi jang. Ko'rdingizmi 3-raundda qani ochilib ketdi. Yana 2 raundda ushaverardim, men raund tugab qoldi. Shunday bo'lishi kerak ekan, qo'ldan kelgan. O'zim ham qoniqmadim undan. Xudo xolasa bu safar boshqacha bo'ladi. Mashalloh. Haqiqatdan bir 2 oy bo'ldi o'shamaganimga bor-ku. Haqiqatdan choyxona palov, choyxona o'tdi. Ramazonga mumkin emas. Boydan keyin qo'l bolash. Qo'l bilan Sabrda, sabr. Jamaatgacha mantin yedim aka. Mantiga. Ya, sani yoningda va shundoq qiladi. Qara. Nima dedingiz, og'a? Shuncha bayasani ko'rganman, lekin mana shogirdlarimizga borib boshqasi bori bitta qo'shib ko'radi-da, ya bu yo'q deganda-da. Bo'yi. Bu imенно shu disiplina bo'yicha, mana o'zini kontroli bo'yicha nima ish kerak bo'lsa o'shani. Bizga yoqimli ishtaha. Ramazonga o'zi amaliyot tayyorlaymiz. Ramazonga osh mumkin emas. Amaliyot qilishda ham tuz bo'lmaydi. Asosan tuxum, pomidor, bolgarskiy, shuni aralashtirib tayyor qo'yganman. Yaxshi ham bilib kelgan ekansiz. Onasi shilemanda videosini al boydan keyin qo'yarlar onasini. Shunaqa bor. Men qattiq urolmayman. Qattiq ursam travma bo'ladi. Sparing partnyor bo'lish o'zi emas. Onasini ensam bismillah. Nechta ovqat qilish bo'lasiz aka? Xo'p, ovqat qilishim. Eng qichig'alik eng qozon kabob. Qozon ko'p, nimalama. Osh qilish bilmaysiz? Osh bilaman, lekin suvda atashaman. Suv solasan-ku, o'shanda yo bo'sh bo'lib qoladi yoki qattiq bo'lib qoladi. Asosan oshni anaqasi suvda.
Kechagi lekin osh zo'r bo'lgan ekan aka. Davom ettiramizda. Qazilar. Lemon ustidan cheese qilamiz. Sir. Такой серьезный омлет bo'ladigan bor-ku. Yoqimli ishtaqa. Nimadan maza qilasan, kayf qilasan? Yaxshi joylardan kiyinishi, yaxshi joylardan shopping qilishi. Ha? Takoy Yaqinlar bilan, yaxshi narsalarni yeyishi. ustozlar bilan, yaqin odamlar bilan borib, maza qilib kirib, Hermes, Louis Vuittonlar kirib, Rolex'da kirib, soatlarni olib, podarka qilib keladi xudo xolisa. Chut-chut. 1 yil bering menga. 1 yil. Xolos. Ko'p sportchilar pul topadi, boshqacha maza qiladi. Menga unaqa kerak. Kimlardir qizlar bilan maza qiladi, kimlardirlar nimadirlar bilan iste'mol qilib maza qiladi. Mana biz bugun Dolce Gabbanaga kirib maza qilamiz. Aka aytdingizki, 4 ta krossovka olasizmi? Yo'q, ketguncha mana shu krossovka 20 ta bo'ladi, olisizlar. Qolgan yaxshimiz. Mana oldi endi. Dolce Gabbanadan oyoq kiyim. Face kami bu? Tezda. Ha? Narxini aytmaymiz. Narxini? Maza qildingmi? Aka ko'zim yumib oldi-da. Yo'q, olib olgandan keyin maza qilding, hozir. Krossovkangiz zo'r ekan lekin bor-ku. Nima ish qilasiz? Idealniy turibdi-ku. Bilmayapti. Ishlama ish qilayman aka. Faqat yeb ichib bersam bo'ladi. Uyda bolalar tovoq yalayotibdi. Siz oyog'ingizga 500 dollarga krossovkani kiyib oldingiz. Krossovka Ramazonda qadar qildim. Bitta Starbucksdan kofe ichaylik. Ichmaymizmi? Bo'pti, tiketi 7 bo'pti, yuray, kech qolamiz. Anaqa 7:30-8 turnovkani boshlaymiz. Chunki o'zi Ramazon soat 10 da turnovka qilish kerak, payday bo'yicha. Chunki 10 da jang qiladi. Shu jangga adaptatsiya qilish uchun shu vaqtda tayyorlanish kerak. Работаем сейчас, время работаем. Один, время, больше время, стали, тут. Двигаемся, ходим. Больше время, одиночный, да. Ходим, да, одиночный, сюда. Стойка, отход, проход. Стойка, шаг назад, отход, проход. Давай. Bizda qattamiz o'zi O'zbekistondami, Navruz? Ha? Dubaydamiz. Dubayda o'lat somsami? Shunaqami? O'lat somsa nima qotdi? Ramazon temir правильно питание. Somsani biz yeymiz. Navruzki? Hey guys, listen. Mega Furik. Yaxshi kelding. Sog'misan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yuzlarim ko'rasan. Ha, tezroq ovqat kelsa dedim Ramazon iftar.
tinchmi? Yaxshi. Вот. Ткани нету, что. Видишь, там, допустим, если у него ребро внутрь ушло бы, отсюда тоже боль была бы. Я, видишь, под ребра захожу по чуть-чуть. Здесь чуть-чуть сверху трогаешь, сразу верхней ткани травмировал. Разогревающее что-то надо. Мать, чтобы кровь бегала, чтобы чуть рековер был. И охлаждать можно. Spray. Да. man surtib kechqurun sursam og'riq uyg'onadi, yaxshi bo'ladi. Qizdiradigan vaznmi? Ha, o'zi yashin vazn oldim-ku, mana travmadan keyin тренировка vaqtida yana. У него дома ничего не болят во время Да, бега. во время нагрузки. Не болят тоже во время нагрузки. Когда вот взрыв делают, когда кроссфит делают. Именно когда борется начинает, когда вот так тянет, вот Ну тогда. да, потому что вот, Либо удар, либо этого. да, вот трогаешь сразу, поэтому что-то, то, что ускоряет, чуть тепло будет. Чувствует понравится. Временно там руки и ноги по исчерению. Временно опять. То же самое боремся. Сейчас. Проход, крам. Давай, стойки. Дай проход. Заканчивай. Направо, Рамазан, bunu çıkıyorsan. Стойки. Bunu сложно. Лучше, давай. Здорово, он его не тот. Шай, собаку не тот. Все, до конца. Отма, ребята. Туда. Стоп. Двигайся. Давай, характер, işleş geliyor. Boşa. Bak, покой. Oyna işte, ver, cep. Hop. Biraz. Кетти. Стены. Давай. 2 минут. Нажимай, шапай на просто. Колено, контрол. Беды Гуру. Тур, кузин, çıkar. Сейчас. Просто, домой. Дело-то. Oson emas, mana shunaqa qiyin bo'lyapti. Bir yoqdan travmalar, bir yoqdan mana asablarim, bir yoqdan ovqat o'ylayotganimiz. Endi любой sportchini nima desa bo'ladi? Orqadagi sahnasini bilmaymiz-da. Hamma o'ylaydi, chiqadi, urishadi, yutadi, yutqizib qo'ysa, chiqadi deydi. Orqadagi sahnadagi janggacha bo'lgan protsessda qiyin. Nimaga? To'shtim mana bunaqa travmalar bilan тренировка qilish qiyin birinchidan. Keyin ertaga besegonka, uni восстановленияsi. Jang 15 minut o'tib ketadi, lekin janggacha bo'lgan proses qiyin. Har bitta sportchining orqasida tarix turadi. Tarix qachon yoziladi, qachonki u tavakkal qilsa. Buni har xil holatda, ham travmada bo'lsa, ham podgotovka payti qiyin bo'lsa, raqib kuchli bo'lsa ham o'shanda tarix yoziladi. Faqat chiqdi, dan urdi, bo'ldi, yiqdi. Bu tarix emas. Tarix orqada bo'lgan narsa, proses. Buni faqatgina shu bizni yaqinlar ko'radi, boshqa odam ko'rmaydi. Takiy javob. Xullas, nimaga kelyapti hozir? Bugun bizda yugurish. Eng zo'r aktivizatsiya qilish uchun yugurish kerak. Hop.
ikkita tirnoka zalli qildik, 3 ta. Endi bugun yuguramiz. Bizda 6 kilometrlik такой пробежка cross. To'g'risi oson bo'lmayapti. Nafas olish qiyin. No. To'xtash yo'q. Hop! Давай. Yaxshi, 640 bo'ldi. Yaxshi. 500 karani qildi, 500 metrga. Xudo xolasa adaptatsiya qilamiz, akklimatizatsiya yaxshi ketyapti. Nafas olishi, bo'sh qilishi. Boshda bitta siqdi. Keyin qo'yib yubordi. Ey boss, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'risi oyog'ida oyoq qolmadi. Mazza kerak. Shunaqa mazza qilamiz. Ha, biz cho'malamiz hozir. Videoga olgan odam rozi bo'lasizlar. Sparingdan oldingi protsess. Luqat, alayhissalom. O'zing chiqasanmi deyman-da yordamga. Parkda o'tkazsangiz bo'ldi, qarang, mayzani sudab qattiq urishaman deb kechasizda. Men o'tiribman borkan, becharalar o'sha mast surmasdan. Qarang, seriozli. Chapga o'ngan ustozlar ham o'tiradi. Barmoq uslubini ko'rsatmaganman. Barmoq uslubini ko'rsatmaganman, bularga hali. Piching deydi. Yashirinchi. Piching deydi. Просто bo'yi bor deb olam. Shuncha mayli, kalt yesa men qopdonman. Maqsad g'alaba qozonish. Hammaga Husan Majlimov hamma biladi. Dubayda eng yaxshi trenerlardan bittasi, juda ko'p UFC bayislarni olib chiqqan. Hammaga assalomu alaykum. Welcome back. Amazon ko'ryapmiz hozir o'zini pik formasida. Inshaalloh g'alaba bilan uyga qaytadi. Hammalarga rahmat, duoda bo'lib turinglar. Xudo xolasa. Furqat Yoqubov to'g'risida. Fulik zarяжен. Ertalab ham, obed ham, kechqurun ham zalda. Yaqinda zalga ko'chib oladi. Oxiri bilan propiska berasizlar. Ha, propiska beramiz. Avgustda inshaalloh, sentyabrda kamarga. Xudo xolasa. Mana shu 2016 zalimga kelganda Shani zalda yotib yurardi. Shunaqani Sekin-sekin mehnat qilgan bo'ladi. Ko'pchilik bunaqa hozir mana uy bor, sponsor bo'lsa ham, turnir bo'lsa ham mehnat qilmaydi. ko'plarda motivatsiya ketadi. Pul bo'lib qolsa, mana sponsorlik bo'lsa, Furiyda o'sha qandoq kelgan bo'lsa, haligacha ham shu. Har bir mehnat, chunki maqsad bor. UFC. Ularlar sifatida ishlar qilamiz chunki Inshaalloh. biz hammamiz O'zbekiston bayrog'ini tegidamiz. Birlashish kerak, tajriba almashish kerak. Bilmaganimizni o'rgatib, bilganimizni so'rab, boshqa qilib va Hamma bir bayrog'ni ko'tarish uchun harakat qilishimiz kerak. U taniki, maniki, bo'sh taniki yo'q. maqsad bitta. Shunaqa.
Obolil. До конца. Давай. Давай, 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 давай. Время. Yaxshi. Plyus o'lchaymiz. Shu joyini o'lchaymiz. Yigirma sakkizta. Ha. O'zi bilindi o'z nagruzikaligi. Nafas qiynayotganliging. 25ta, 26 turibdi mana hozir уже. Besin kamayganga ham shu nagruzkani sezyapsan уже. Yaxshi, yana bir muddatga o'lchaymiz nafas. Qanday intervyu olamiz. Birinchi zangini solisam. Qachon? Qancha yosh endi? Ha. Birinchi MMA'dagi nima? Yo'q, o'zim umuman yoshligingda birinchi shu nimadan urishgansan, kickboks, urgapash. Karate. Karateda necha yosh bo'lgansan? 6 yosh. 6 yosh bo'lgansan. 13-yil bo'lgan. 6 yosh bo'lsam 97 bo'lsam 2003. 2003. Ey kelgan. 5 yoshimda, 5 yosh. Ramazon 6 yoshida, 5 yoshida karate boshlaganda, 6 yoshida Qozog'istonda yo'qolib qolgan. Musobaqaga chiqqanman-da. O'shani so'ramoqchi edim. Qayerda qachon yo'qolib qolgansan? 6 yosh. Amoyim 6 yosh, 6 yoshdan sal oshiqroq bo'lgan. Birinchi musobaqa Qozog'iston. Qozog'istonda yo'qolib qolgansan. Yo'qolib qolmaganman. O'zbekiston bilan federatsiya bilan ketganimizda karateda aniq Toshkent chegarasidan Qozog'iston chegarasiga o'tganda bozorlik qilib turadigan ayolchalar oldiga qulfni yeb qolib ketganman-da. Ular boshqa avtobusga o'tganda bola ko'p bo'lgan-ku. Hammani sanab meni esdan chiqib qoldirishdi. Yo'q, mayli, to'xtab tur. Qulupni yeb qolib ketganman. 6 yoshli bolaga kim qulupni beradi chegaradan o'tgandan keyin? Xolachalar turadi-ku. O'sha aytaman. Ha. Ya qanaqa qilib yana qulupni yegansan bu yerda? Ha? Qanaqa Qanaqa qilib gaplashib o'tirganman-da xolacha bilan. Keyin ular ketib qolishgan. Keyin bir yarim soatdan keyin kelishganda, lekin yig'lamaganman. Ammo xolachalar bilan ular qaytib keladi degan o'tirganman gaplashib. Sana xursand qilgan o'zingga yoqqan bo'yin qaysi biri? Men o'zimdan o'z jurnalistga savolim bor. O'zingga eng yoqqan bo'yin mana shu karyerang davomida. Men bilmasam. Qaysi bo'yindan keyin shuna xursand bo'lgansan? O'zi birinchi UFC'ga kirganimda xursand bo'lganman. Jangini yutganingda qiyin bo'ladi-ku, jangga qiynalib. Onalarini emsan deydi, ana nimadirlar uchun kechib ushasan-ku. Ha, anaqa bilan bo'lgan, Talgat bilan. Talgat. O'shani Murodovni yutganingda. Murodovni yutgan. Chunki ana yutqizgandik unga. Keyin undan keyin sirazi kelib Braziliyadan yutib kelgandan keyin sirazi bo'yi qabul qilganman-ku revanshga. Keyin kasal bo'lib havo almashtirganimga urishganman, baribir juda qiyin bo'lganda, chunki otam, onam bu yoqda shu yonimizda bo'lgan, ham birinchi yutqizgan sapermagim odam baribir anaqa bo'ladi. Ichida hozirgi ota-onamni oldida yutqizib qo'ymay juda qiyin bo'y bo'lganda. Siz uchun ham qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Siz uchun? Men uchunmi? Yaponiyami? Sani jangingmi? Eng qiyin o'sha karyerangdagi o'sha bo'lgan. O'sha. Lekin shu Talgatdan urishganingni o'zim olib chiqqanman-ku. Birinchi o'sha qayerga borgan? Qozog'iston bir tubkasiga borgandik. O'sha yerda Ramazon Temirov o'zi yutqizish sababi ham bitta narsa bo'lganki, jangga tayyor bo'lmagan, armiyadan chiqib borgan. Ruxsat berishmagan. Travma ham bo'lgan u yerda. Oyog'ingda travma ham bor edi. Tizing jarohat olgan edi. O'shanda yiqilgan paytingda o'sha tizing yordam bera olmagan turishingga. O'sha paytda Baluga chiqib qolgansan, o'sha ayanchli mag'lubiyating bo'lgan. O'sha. Undan keyin o'sha qattiq qarash harakat qilgansan o'zingga. Oldin to'g'risi raqibligimda men zalga kelganingda bilaman, to'shdani. Oddiy qaryerdingda, fakti yubiterskiy musobaqaga o'tib ketardi. Sen musobaqalaring. Chiqaman, urishaman, yutaman, mana shunaqa bo'ladi. Bu yog'iga o'zi sal o'sha mag'lubiyatdan keyin o'zi aytadi, har bitta mag'lubiyat
bir qadam orqaga bo'lsa 7 qadam oldinga deydi-yu. Mana shu narsa to'g'ri-da. Chunki mag'lubiyat senga qattiq turtki bo'ldi, yana ham qattiq tayyorlanding. Unda shu Barbada yutqizgandik-ku, anaqada. Malivoyga. Men o'sha boyimdan oldin Nurkopaskiradan ko'p urishganman. Men o'ylardim, barba kerak emas, MMA sportiga barba kerak emas. Ana shu stoykada ursa bo'ldi deb qilardim, lekin o'sha vaqt xato bo'lgan. Har bitta shu MMAda o'sha ashibkalar odam nima kamchiligi bo'lsa, o'sha kamchilik ustida ishlash kerak ekanda. Misol mana men ko'plar barbada u yoqqa bunaqa deydi. Lekin shu kamchiliklarimiz ustida ishlaymiz-ku. Bu narsalar internetga qo'yilib, hammaning oldiga, ommaga olib chiqilmaydi-da. Shuning ham o'zim ham stoykada urishganim uchun odamlar o'ylaydi, barbasi sizlar deydi. Bilasiz-ku, barbada ham qancha ishlaymiz kamchiliklar ustida. Albatta, har bitta xatoni ustida ishlash kerak. Bugun trenirovkamiz vaqtliroq boshlandi, chunki bizda kardio trenirovkalar. Qalaysan Bachustu? Vez qancha vez? Bilmadim, bir bordir, bir 63-62 yarim. Bugun biz Sherali safimizga qo'shildi. Sherali, Ha, o'rtog'im. qalay yetib keldik? Zo'r, chotki, hammasi. Toshkentdan issiqmi, sovuqmi? Yo'q, bir xil. Aka, tarozi bormi, yo'qmi? Bor. Ketdik ko'ramiz hozir. Bunaqani olib ketib Har doimgidek Husan bizga yordamda. Mashallah, Dubayga kelsak mana shu tikaga kelamiz. Любой o'zbek bayesi bormi? Chet el bayesi bormi? Nima unaqa Husan? Hamma bayesdan bir xil ko'rasiz. Bizim uchun hamma bir. Mashallah. Altmışdört. Ya bir 63 yarım. Geçe 62 turizm 300 çıktı. Tırnak'dan ki. Такой тренировка qilamiz. Razminka yuguramiz. Keyin sprintlar, keyin ozgincha toshda zrivka ishlaymiz. Yanıtta koşun video, qarang. Koş. Sha. Yaxshi qo'zg'alishni tezroq bo'lsin. Mashta. Zo'r. Sha, o'ting. Let's go! Sha, yaxshi. Pastaydan 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hava chiqar. Yaxshi. Отлично. Давай. Дай. Shading qolmayaptimi? Yaxshimi? Sal nafasi qotdi. Ketdi, o'raymi. Давай. Bum. Da, o'ylama, nafas o'ylama, havoni o'ylama, charchashingni o'ylama, ishla. Ha, bam. Yaxshi. Da, 30 sekund ishlaysan. Da, уже 20-15 sekund qoldi. Shoy. Отлично, давай. Qo'ling teparoq. Ha, teparoq qo'ling. Pastga, bam. Tepaga, bam. Oxirgi raund skakalka bilan ketamiz. Skakalka o'zi bo'ydan olib ko'proq berish kerak. Chunki oyoq charchamasligini, dvigatsiya qilishni majburlaydi.
Hava bor. Ha, buring og'iz ishlar. Temirov правильно питаниеда. Tuzsiz steak. Lekin borib noni katta ekanda buni. Bizda ham правильно питаниедamiz, burgerchi. Oh. Endi olib boraman. Shogirdimda bunaqasiga. Bu noni katta ekan. U kayf qilasiz. Albatta boramiz. Bugun 19-iyulda jangga Xudo xolisa 6 kun qoldi. Bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan jang yaqinligi uchun trenotkani to'xtatmadik. Sababi esa gonka jarayonida bitani qilish kerak, vес tashlash kerak. Shuning uchun kech paytgi o'yinga energiya yo'qolamiz. Crossdan keyin mana bunaqa kompleks basseyn. Такой сауна. Фурик здесь. Бахром здесь. Бекзод здесь. Suzish bo'yicha jahon chempionat qilamiz. Kim bilan jang qilamiz, Furik? Kim bilan bo'lsa? Ani siz qilolmasa, Boshqasi bilan-da. ya kim mana o'z niyating bor, takoy mana shu bilan jang qilaman degan. Takoy. UFC baychi bo'lsa, eski. UFC onasini ham sen anaqa pantovchani olib keling. Yana ham yaxshilar lekin. Yana ham yaxshilar. Bu bo'yi bilan 57 sabab. Evet. Ramazan Temirov. Nima deb o'ylaysizlar buni? Albatta, Dilmurod Style. Va nihoyat Dubayda yana mana bunaqa atmosferada qarayapman, maşalloh. Dilmurod. Yangi sartaroshxona Dubaydagi. Va bitta gap eshitib qoldim-da mana. Ramazon Temirov MPLda jang qilayotgan paytida Ramazon bitta gap aytgan ekan senga, nima degan? Xolos aka UFC'ga chiqsak, sochim olgani borasiz dedi. Mana kelding-a. Har bitta gapga farishta olmaydi, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham. Lekin mana Allohning izni bilan Dilmurod shu joylarda. Yana bunaqa atmosferalarda gap yo'q ekan. Xudo xolasa chempionlik kamarida ham, qolgan UFC bayslarini ham shunaqa number 1 deydi, Dilmurod Style. Xudo xolasa. Necha endi atmosferaga. Время. Round ishladik. Bugun janggacha 5 kun qoldi. Haftaning dushanba kuni ertaga Abu Dabiga ketamiz. Biz 61,5 deymi? 61,5. Shu 4,5 kilo. Bunaqa 4,5 kilo ves bilan ko'pchilik 8 raund to'g'risi ishlash qiynaladi. Mashalloh, Allohning izni bilan har bitta raund zirno ishlaymiz.
xohlasa 4,5 kilo, 4 kilo bes Abu Dabida haydaymiz. Xullas jamoat jam. Bizlarning bitta ovqatimiz kam. Ovqatimiz va nihoyat manziliga yetib keldi. Nechtalar? Bittami? Yo'q. Qozon kabobdan akula go'shtimi bu? Ketdi. Mashallah. O'zini ovqatida. O'zini pozitsiyasida. Что там, брат? Dietadamiz, a? Biz dietadamiz. Necha? Oyog'ini tagida qolib ketib qoladi. Shirali? Bo'lyapti. Hop, Abu Dabiga yetib keldik. Hilton gostinitsa. Bizga UFC'dan Ramazon Temirov uchun bitta охрана berdi. Buni UFC jangacha shu hadali qiladi. Bir yarim oy bo'ldi. Shirligi bir yarim. Wow. Ha, qara. Jamshidga ham keldilar. Yetib keldik nihoyat. Gruppa поддержки. Qo'lni ko'rasiz, mana kamerani ochib. Qani, room tour qilaylik. Bo'ldi. Oho, mana. Takoya. Mazza menga mazza-ku. Shirinchaliklarni yeb. O'tiradigan yo'ldinglarmi? Registratsiya boshlandi. Saun oldik. Komanda Bogdan Guskov. Xullas, buni raspисание berildi. Kundalik qayerda, qachon, soat nechada hammasi yozilgan bo'ldi. Takja ikkinchi arog'i ham bor. Nimaga o'chyapti bu? Chiqaradi. Are you his translator? Yeah. Are you all here? No. Xullas, Laes trenerlarga sharoit bergan edi. Eng qiziq joyiga keldik. Kulminatsiya nuqtasiga deydim. He is checking right now, yeah? Yeah. He should just give it back. So this is like we just want his best guess. Qo'lini If he wants to take the size barmoqlaring on fight night, we'll get him whenever temp size he wants. qilmaydim. Yaxshi. He's gonna try Oldingizda param eski yudini. Medium keep ko'rsam. Bersinchi. Yeah. Let's try and Nimaga uxlayman? Mana mamtga atash yozib qo'yishdi. Ha. Mama bo'ladi. Ramazon. Mana to'g'ri yozdi meniki. Mana bor ekan-ku. Hatta shuni o'zi ham mana shu normali. I think an inch is right. Larga yetib kelsin. Mana mama dietolog. Ramazonni besini kontrol qiladi, qancha suv ichadi, nima yeydi, hammasini. Hali. Свадьба на тренировке, а то есть такой мем в
фанатском сообществе, типа, женился, проиграл, что женился, начинаешь проигрывать. Qalay? UFC ekan. Mangu. Qanday? Gap yo'q. Birinchi marta. Dar. Ko'p narsani ko'ryaptim, lekin bari Amerika borishga shart emas endi. Aldama. Aldamading. Ana qara. Vesi gonkaga правильное питание и вес tashlash uchun vazelin, krem, и bu ovqatlari. Nima dotdi? Nima dotdi? O'rtoqlar ham berdi. Biradam biza bilan UFC. ko'rsatdi. O'sha yerda mana tirnoqqa qilamiz. Vau, bu katta ekan. Issiqxona. Biz ko'ramizmi hozir 2 kilo bitman. Jim. Biz ko'ramiz. 13 kilo. 139 pound. Anaviga qilaylik. Qaysi birida? Anaviga qo'yding. Altmış üç. Ramazan Temirovga berilgan UFC formalarini hozir ko'ramiz. Kepka. Nima bu? Futbol. Bu Mana uzun. yangi uzun press. Mana shu sportivkasi vasha sekundal tanikidan zo'r chiqaradi. Bu Rajgar. Sportivkani pasi. Shtona. Tapishga ham bor ekan. Tapishkasi такой qora ekan. Krossovka. To'rtlikmi bu? Bu lasina Rajgar. Bu shortka lasinasi. Noski. Ana tursikchalari ham xuddi shunaqa beradi. Именно mana shu UFC tursida chiqadi. Taroziga zveshinaga boshqa brend o'qib qolish kerak emas. Kapam yo'q, sen kapa ham beradi, bilasan? Такой sumka. Bu yoshlarga motivatsiyada bu. Bu endi bu trenerskiy. Krossovka. Kepka. Sportivkaning usti, shortik, yangi uzun futbolka, yangi kalta futbolka, sumka и Tirnokadan oldingi bir qahva kofe. Marko ko'p. Bizani mistrafxonamiz ham bilan har doim 24/7. O sразу qayerdan ko'rdi bizani chiqib kelayotganimizni. Uchib keldi. Sразу chiqib keldi. Xonadan chiqishimiz bilan xonada tayyorda, ish tegadi. Your face speaks. İkinci Tirnokaga geldik. Biradamiz bilan. Yigirma to'rt yetti. Thank you. Jangi nastroy bilasan qanaqa bo'ladi? Mana bo'ladi. Haqiqiy kuzatib, yugursa ham nastroy qiladi. Shunga уже nastroy jangga ham yotsa ham nima qilish kerakligini, nima qila olishligini o'ylaydi. Jangga 4 kun, tarozga 3 kun. Такой легкий спарринг. Gonka hali boshlamadik. Chunki ves yaxshi ketyapti.
Xudo xolasa именно qanaqa pitание qilyapti, qancha suv ichyapti, hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Detalni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Faqatgina odam o'zida bo'lishi kerak birinchi o'chiribdi. Ramazonni oldiga qo'yma, mana tuzi yo'q yoki shirasi yo'q desam ham yemaydi. Ko'p sportchilarni ko'rganman. Bitta yeb ko'rsan, shipaloq qilmaydigan narsa. Fikrda, xayolda ana qilishadi. Yeb qo'yishadi va oxiri kelib grammlar tushmaydi. 61 boy 64 mi deng 63. Shu 63 yarım. Necha litr suv ichding? Hozir 2 litr. Общий bugun 5 litr. 5 litr, yana 1 litr. Suvni kamaytiramiz, ves tushadi, xudo xolasa. Mana shunaqa qilib vesagonka bo'ladi. Ular UFC'dan bergan ovqatni Gasinsada mikronovka topolmadik. Molga kelib istab qahva deb ketamiz. Qarang, yo'qsini anaqasini. Tovuq ujinga go'sht bilan bergan. Tovuqda tuz ham yo'q, Tamam yo'q. tamam yo'q. Lekin zertida. Qorin to'ysa bo'ldi. Souslar bilan aldash uchun. Sousni taklif shiringa o'xshatdi. Ko'rgi degan ketyapti. Biza Whenever he references Usyk, don't say my opponent, call him by his name. It's Steve Usyk. necha dollar bo'ldi? $9 bu soqqa bu. Soqqaligini bilman. Necha dollar bo'ldi? Hozirmi? Bittasin hisoblab qo'ydim. Har bitta ko'k 3 dollardan, короче. Onalar hepsi buncha ko'p o'tdi. O'tirib pul topgan odam ko'rganmisizlar? Yana sportsmenni. Qo'l qo'yib pul topasizlar. Qo'l qo'yib pul topadi bor-ku. UFC kirsa mana mashallah. O'rniga xudo xolasa ko'tarilamizga umiddaman. Дальше xudo xolasa yana UFC kimga bersa, xudo xolasa maqsad o'sha bitta chempionlik. Erchik находится сейчас. Bugundan такой легкий vesagonkadan boshladik. Xudo xolasa ertaga oxirgi kun vesagonka. Jangga 2 kun vaqt qoldi. Do'stim Yagoga ham Farruh yaxshi keldingmi? Ha, sağ ol. Keldik mana bu yoqqa beshga. Har safar sen intervyularda endi bizlar intervyu olamiz. Shu odamlarga shu UFCgacha bo'lgan holatni ko'rsatolmay. Ko'pchilik so'radi. Birinchi o'zi Ramazon debyutga jangida video vlog tutgandim. Bu safar ham xudo xolasa qolamiz. Vaqt ajratish harakat qilman. Sen samimiylik ishini qadrlayman. Juda qiyin soha ekan. Buni videosini olish, montaj qilish, qo'yish. Odam Mana o'ylab odam charchab qoladi. shunaqa. Men bittasi aytmoqchiman, mana shu Ramazonni ichimdan bilaman-ku, Sekinlashib. ko'pchilikni biz aytadiki, mana shu UFCga harakatsi, xudo xolasa mana qilg'usi, mana shuncha mehnat qilsang borasan dedi, lekin oldin UFC bizga baribir shu kosmosda deb tuyulardi. Ya'ni xudo xolasa UFCga chiqasan dedik, lekin baribir o'zimiz ham tasavvur qila olmasdik oldin. 3 yil, 4 yil oldin. Mana hozir nechta baytimiz chiqib ketdi. Shuning uchun kimdir UFCga xudo xolasa maqsadimiz yoki sportsmenlar maqsad qo'yayotgan bo'lsa, qo'rqmanglar. Sizlar UFCni maqsad qilib qo'yaveringlar. Chunki mana Ramazon yo'lda ochib berdi, mana boshqa sportchilarimiz chiqyapti. Hamma chiqadi. Просто harakat qilish kerak. Buni harakatda juda yillar davom etadi. Eng muhimi disiplina. Trener eshitdinglar, disiplina qilinglar, xudo xolasa chiqadi. O'sha Ramazon ham esimda nechinchi yil o'sha aytganda, xudo xolasa aka UFCga harakat qilganda, xudo xolasa
borasan deganmiz, lekin o'zimiz ham tasavvur qilmaganmiz bu narsani. Chunki u paytda UFC'da Mahmuddan boshqa hech kim yo'q edi. Kim bo'lib o'shpayt Mahmud yutqizgan yil edi. 2022-yil. Mana hozir 3-4 yil o'tib, mana juda nechta baytimiz chiqdi. Так что hamma harakatni qilinglar. И muxlislar ham podдержка qilinglar. Xudo xolasa UFC baytlarimiz juda ko'p. Xudo xolasa. Bundan bir 2 yil oldin Ramazon Temirovga Farruh video tashlagan edi. Ha? Video joylagan eding. Bugun nimada joylagan eding? Abu Dabida. Abu Dabida shu UFC'da biz ham kelaylik, shunaqa balet qilaylik senga ham. Qachongacha begonalarga balet qilamiz. Qozog'istonga urushgan edi, o'shanda Asval Mabayev urushgan edi, o'shanda kelib arenada baqirib, balet qilib, Ramazonga video qilgan edim. Biz ham kelaylik senga balet qilgan. Mana 2 yil o'tdimi? Sog'landi bo'yda yana mana. Sog'lanim. Komenaven jangida xudo xolasa tarixiy voqea bu. Albatta. Har bitta gap, har bitta tili farishta amin deydi. Ves ko'p qolmadi, xudo xolasa. Mana endi vesagonkani boshlaymiz. Bunda ham vesagonka kiymagan, faqat plashovka. Takoy. Bugun suvni kamaytirdik. Kecha 6 litr ichgan bo'lsa, bugun 3 litr. Bugungi hozirgacha 2 litr ichdi, yana 1 litrimiz bor. Oydan kelgan lapa skakalka. Hozir mana sauna yasamiz. Mana qo'yamiz hamma shu yerda. Trenirovkadan kelgan sauna. Bu sauna gradusi mana hamsi bor. 60 gradus. Yo 52 gradus ekan. Hozir qo'yapti mana. 52 gradus temperaturada o'tiribsan. Havo chiqmaydi, hech qayoqqa, avtomatik terlaydi. Buni eng zo'ri, ana boshni chiqarib nafas olib o'tiradi. Boshqa saunalarga qaraganda yengilroq, tana ishlaydi. Nazorat ostida. To'g'ri yo'lda deb qo'ying. To'g'ri yo'lda. Hamma to'g'ri yo'lda. Saunadan kelgan ochiq to'g'raymiz. Chunki bu salqin bo'lgani bilan ichi yonyapti. Sразу saunadan chiqib o'tirsa, уже soviydi. Nesi qo'ysan, Ramazon? 59500 yaxshi. Zavestani ko'rishga keldik. Xudo xolasa vesimiz 59600 cho'tki. Hali sekonkan boshlamadik. Bogdan Guskov bo'tdi. Oxirgi 2 kilogramlar. Bego'y daroshkada yarim soat. Samana bochka. Falga ko'ramiz. Sochuli bilan. Podдержкаga hamma sheyda. Qashqadaryodan ham bola kelibdi. Dubaydan ham kelibdi. Siz qayerdan keldingiz? Toshkentdan keldingizmi? Ha? Qozog'iston. Qirg'izistondan ham keldi. Qirg'iziston, va. Bular aka. Salom. Amerikadan ham keldi mana. Yoz. Normalniy.
hozir oxirgi 2 kilogramm vesti qolgan. Vesigonkida muz kerak bo'ladi. Nimaga davleniyani ko'tarilgan paytda shu bo'yniga, boshiga, yuziga ozgincha muz bersanglar, lablarini qo'llab, burunlarini atrofini qilsak, sportchiga yoqadi. Chunki boshi sovutish kerak. Shu jangda ham o'zi har raund tugaganda bo'yniga muz qo'yadi-yu, xuddi shunaqa holatda hozir ham. Asosan bosh sovutib tursa, tana issiq bo'lsa bo'ldi. Uni ham endi ko'p emas, ozgincha qilamiz-da. Yaxshi tellading. Badani qizib turibdimi? Ha, qizib turibdi. Mana bu yoqqa o'tqiz, sochini o'ziga o'raymiz buni hozir. Halgadan tashqari Ramazon qilsozsan, хорошо? O't bu yoqqa. Bu yoqqa bitta dumon. Bitta dumala. Bu qashni. Sochiga o'raylik. Ves. Четко. Mashallah. Go. Biz buni qildik. Birinchi bosqich muvaffaqiyatli o'tdi. Soat 7:30dan Taroziga ketamiz. Boring. Shu yoqqa chiqib ko'rdilaring, eslaring? Проверочный Tarozdan o'tildi. Проверочный Tarozdan o'tgandan keyin doktordan восстановлениеga mana dietolog narsa beradi. Yeah, we'll go and get him his rehydration here in 2 minutes. Okay? Yeah. Good morning, sir. Hop, elektrolit berdirdagi birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Buni ichgandan keyin 15 minut dam oladi. Buni ichgandan keyin 15 minut, buni yarim soatdan keyin ichadi. And then coaches just saying no. Okay, okay. You're gonna go through that door. 126 pounds for Ramazan Timurlan Timiro. Sir. Sekin içimizde. Fruktariye. Bunu kapatıyor iş gerek. Çünkü başka zaman gibi batmıyor. Fest'e yol aldık. Emin şu arenada Nakil oldin Mahmud Murodov bilan birga kirgandi Google'da. Mana bugun esa Ramazon Temirov bilan. Asha arenada Habib Islom to'g'ri baysda jang qilgan. Bizga ham nasib qildi. Xolis chempionligiga ham shu yerda jang qilish nasib qilsin. Atmosfera qalay atmosfera? Mashallah. Official weight 126
Xullas Torozdan keyin восстановлениyadan keyin такой тренировка 3-4 raund. Yaxshimi tiklanish? Alhamdulillah. 6 kilo vес oldik. Обязательно kech payt trenirovka qorish kerak. Tanadagi suvli yurish kerak. Bo'lmasa qotib qoladi. Temirov o'zgacha formada. Qarang, nastroy yaxshi. Juda oz vaqt qoldi. Sanoqli daqiqalar va tarix yoziladi, xudo xolis. Komanda tutsa. Let's go. Imij har doimgidek o'zgacha. Xullas chiqishga harakat. Bejiklar olish Gusko. Rasm o'zgartirishim kerak edi. Har doim mana shu rasmda rasm. На праздник едем, да? На праздник. Как настрой? Отлично, отлично. Победа. Bayram bo'ladi bugun. Xudo xolis. Bayaslarning ajdani xonasida shu yerda qolgan. Biz Bogdan Guskov bilan ketamiz avtobusda. Boshqa odam yo'q. Другие нету, да, тут только мы? Не, мы двое поедем. Да. Arenaga tushirdik. Bo'ldi, hamma narsani unutamiz. Okay? Bo'ldi, xayolni joyiga qo'y. Hayajonlanish yo'q. Eshitamiz, ishlaymiz. Qo'l bermas ekan. Sakra. Let's go!
Ramazon. Motordan chiqdik. Esdalik uchun futbolchilar yurishga qoladi. Thank you, brother. Ozbakidan Guskov chiqadi. Yo guys! Let's go! Paraslov. Coming for the belt. Inshaalloh. Paraslov. Hammasi joyiga chopdi. Xursandchilik. Poyezd uchun jang qilamiz. Poyezd uchun Сейчас тоже бонус получит. Press konferensiya xonasiga Ramazon Temirov. O'zbeklar keldi. Alayhissalom. Qalay? Assalomu alaykum. Olam sport, bugun sport. Jangdan so'ng nima shunaqa hamma narsalarga ketamiz. Alayhissalom. Mana komanda shu yerda-ku, komanda. O'rtog'im. Hamma shu yerda. Ko'rik. İnşallah 5'te chempion bo'lib yuraman. Krasavchik Hojiaka. Krasavchik. Oilaga. Mana shu mazza qilmoqman.